Bu yerlarimiz o'z egasini topmaguncha qayta video qo'yaveraman. O'shaning uchun o'rtog'inglarga podelitsiya qilib yuborib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Tezroq topsanglar, mana shu rekilardan, sizlar rekomendatsiyalardan chiqurmaydi bu video. Xullas o'rtoqlar, bu joyimizga xitoyliklar chiqdi. To'g'risini aytsam, xitoyliklarga bermadik. Sababchi bo'lgan qilgan bilan barobar deyishadi. Bu yo'ni ular cho'chqa go'shtga yetishtirar ekanda, ularning yo'nalishi bizga yoqmadi. O'shaning uchun bermadik. Общий hisobda mana travalarni, mana o'tlarni anaqa o'rib soqqa qo'yishyapti mana ishchilarga berib o'rganmiz endi. O'z mehmonlar sotib anaqa ko'radi. Hozircha hech kim foydalanmayotgani uchun mana bunaqa o'tlar o'sib yotibdi. Qishga g'amlasa bo'ladi buni, masalan, chorvachilik qilsangiz. Endi qaranglar, mana bunaqa toklari bor. Agar toklarni darshani rivojlantiraman desanglar, yo'q, biz dehqonchilik qilamiz desanglar ham bo'ladi, chorva qilaman desanglar ham. Xullas, nima qilib bo'lsa ham davlatga foyda keltiradigan, nalog to'laydigan ish qilsanglar bo'ldi. Sizlarga uzoq muddatga arendaga bu joyimizni beramiz. Telefon qilinglar, gaplashamiz, cho'tki narxlarda. Joyimiz Parkent tumanida joylashgan. Kommentariyaga yozurmanglar, qayerda, nimada qilmasdan. Mana qo'shnilar o'zi mana pomidor ekkan, bulisi, manisi mana uzum ekkan. Xullas, dehqonchilikni yorib olishyapti. Bizda sharoit yo'qligi uchun biz yorib olmayapmiz. Yorib oladigan odamlarga berib yuboramiz. Xullas, telefon qurasizlar.